Bolani pampersini har doimgidek almashtirdingiz. Qarasangiz tagligida qizg'ish dog'lar paydo bo'libdi. Vahimaga tushdingiz, qon deb o'yladingiz. Bu aslida o'zi nima? Keling shu haqida gaplashamiz. Bu holat odatda chaqaloqlar 2-3 haftalik bo'lganda sodir bo'ladi. Bunga asosiy sabab hali bolaning buyraklari mukammal emas, tashqi muhitga endi moslashyapti. Natijada siydikda urat tuzlari miqdori oshib ketadi. Bu tuzlar siydikka qizg'ish rang berishi mumkin. Bu norma 2-3 kunda o'zi o'tib ketadigan fiziologik jarayon hisoblanadi. Boshqa yana bir xuddi shunday holat bor. Bunda ham bolaning tagligida qizg'ish dog'lar paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu odatda bolalar 6-8 oylik bo'lganda sodir bo'ladi. Chunki bunga asosiy sabab aynan shu vaqtda bolaning ovqat ratsioniga qo'shimcha ovqatlar va suv kiritiladi. Endi bola ancha katta bo'lib qoldi-ku, buyraklari ham yaxshi ishlayapti. Endi bu nimasi bo'ldi deyishingiz mumkin. Bola kun davomida kam suyuqlik ichadigan bo'lsa, siydik tarkibidagi urat tuzlari yaxshi erimaydi va siydik bilan birga tashqariga chiqib, unga qizg'ish rang beradi. Suyuqlik balansi tiklanishi bilan bu holat o'z-o'zidan o'tib ketadi. Vahimali holat emas.